O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. Bugundan boshlab O'zbekistonda havo harorati yana pastlashda davom etadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch-quvvat, baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugun sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Diqqat, bugun 21 noyabr kunidan boshlab mamlakat bo'ylab havo o'zgaruvchan bo'ladi. Respublikaning barcha hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati Toshkent viloyati, Samarqand, Jizzax, Sirdaryoda kechasi 2-7 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida kechasi 0-5 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida va Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 12-17 daraja bo'ladi.